Yana bitta zo'r uyimizga kelganmiz. Yunusobod 15-kvartaldan 3 xona 3-etaj uyimizga chiqyapti. Hop. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. O'ng qo'limiz sразу tualetimiz bo'lyapti. Bu yog'imizda vannamiz, razdельный sanalari. Uyimizda yangi yer remontdan chiqqan bo'ladi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop. Bu yog'imizda birinchi xonamiz, детский xonamiz bo'lyapti, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yog'ida bitta garderobni ham qo'yishibdi. Zo'r yechim qilib qo'yishibdi. Chap qo'limizda spalniy xonamiz. Spalniysi ham katta keng, mana shkoflari ham bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizda yangi remont, hali hech kim yashamagan. Uyimizda 68 kvadrat. Hop. Bu yog'imizda zal qismimiz bo'ladi. Zallar ham katta keng chiqdi, chiroyli mana. Mebel texnikasi bilan birga sotiladi bu uyimizda. Balkoni 1,5 ga 6 bo'ladi. Hop. Balkonimiz ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Xolodilniklari bor. Oshxona balkonga chiqqan, mana oshxona joyi. Bu o'tirib, yeb o'tirishga joy qilib qo'yishibdi. Xo'p, bu uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 85 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatga ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bu uyimizda ipotekaga ham o'tadi. Metrolarga ham yaqin. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqa qilib chiqaverasizlar.